Nemi tokajında işte krebetimni qo'rqitib yurisiz? Nimanda qiliqlarni qilib yursiz? Voy, siz rost hayotmi? Bu hayot o'mayning bo'ptimi? Astag'firullah. Bakinglar. Bu rost lo'mit qilyapsiz a? Astag'firullah. Nima bo'ldingiz? Nereden topdingiz bu gapni? Xudoyim tavba. Nereden aldingiz? Voy, men sizdan rost hayotda olsangiz bir gapni so'rasam bo'lamda? So'rang. Sizning o so'ramaydigan savolingiz yo'q. So'ravering ha. Ha. Anlasam sizni bir hafta burun qatnash vaqas o'lib ketdi deb anlagandim. Mush gap rostmi? Ha, rost. Ben ölüp ketgan. Bu 10 kilo qo'yib ekan shoma dunyoga chiqdi. Chaqchaq. Qamlashmagan gapni topadigan odam ekansiz. Nerede topsizlar bu gapni? Hammayat shu gap. Sizlar o'zingizni o'ylab ketganini anglamadingizmi? Anladım. Atdigandan yoqqa necha telefonni topshirib oldim. Qatnash vaqasiga uchrab o'lib ketibsa deb angladik. Sen tek hayotkansan-ku deyishyapti. Xudoyim tavba. Bu siz o'lib ketmagan bo'lsangiz ham kim o'lib ketgan bo'g'iydi? Voy, yo'q gapni qilmanglar. Nereden topdingiz bu gapni? Ha? Yo'q, hammayat shu gap shu. Qamlashmagan gapni topadigan odam ekanman u. Voy, singlim ne bu? Hey! Ukam nima bo'ldi? Ha, to'g'ri ekan-a? Bayatın rastda ufkungiz jimmi bo'lib ketdi. Sig'ingiz o'lib ketdimi ya? Voy, yo'q gapni qilmanglar. Qanday odamman bu? Ukam ko'zing ochsa nima bo'lding? Hey! Ukam nima bo'ldi? Voy akam. Voy! Voy akam. Voy, qaradishim! Voy akam. Voy, yosh ketgan qaradishim! Voy! Akam, nima ben bo'ldi? ketdim, o'ydim, Voy! Voy akam. Astagfirullah. Voy, nima bo'ldinglar bu? Hammanglar meni o'lib ketding deysizlar-ku. Shu hammayat shu gap. Sen seni ölüp gitti deb. Ha? Qachon? Sen seni ölüp gitti deb şu balım kapıya. Hey, siz bu gapni nereden anglattınız? Nima deysiz? Akamni o'lib ketdi degan gapni kimdan anglattınız? Nereden anglagan? Qachon anglagan? Qayerdan Gap anglagan? anglagan? Dema degatchi. Gap qilaman. Voy, bir gap qilaman. Gap qilagan ha? Ay, men bu xaman deshaman sizlarni bekirdim. Kallamni silkib bu banasini men chiqirib oldim, albatta oyoqqa bir simoyoq cho'kib ketdim-da. Qaysi gapni? Hey, meni o'lib ketdi degan gapni siz nereden angladingiz deyapman? Siz nereden Siz nereden anglagan? Ha, manda gap. Qanday gap? Baqirma, men bir hafta burun. Ha. Men hamda ikkimizning ko'nglimiz yaqin emasmi? Ha. Sizga bir telefon uray deb telefon qilsam, telefoningiz faqat ulanmadi. Telefonning bajetondamda, misajotondamda bizga faqat chiqmadi ava. Ha. Shuni olasizmi, ishxonangizning telefonini yomon tasdiflab telefon qilsam bir xizmat ishingiz bor ekan. Bir hafta burunchi siz aytgan qatnash vaqas o'lib ketdi dedi. Ajab yo'g'on debdi. Shuni yo'lda kelish, bunga deb qo'ydim, elish kerak axsha o'g'lim nazariga. Astagfirullah. Hey, siz akamning aşk xizmat ishining telefon numarini hozir bilamsiz? Yo'da bu numar. Esingizdami? Va? Uring andas telefonni. Men urayman hozir. Telefonni urib, Qani telefon uringda? mana telefonni sizga beray, qarang mana. Ma telefonni urib, yana bir so'rab beqman nima deydi? Maqma urib Endi qarab so'rangchimi? Maqma. Uring. Ay, urayman, mana masala telefon olmagan. Ha, uring qachida bo'laman. Uraydi dedim-ku, maqma. Uring. Vay! Vay! Hey! A telefonning nomerini besib, "Voy" desangiz. Ajabma oqsoqol kelsa qanday qilib ketibman qilib baqqansiz bilan bilmayman. Ha, nomerini besib, uring nomerini besib, ha. Siz bilmaysizmi? Vay! Ulandimi? Vay! Men bu shilqosaz yaxshi emasmi? Telefonni nima qilib chiqdam? Va tuzara keltirib uring ber. Vay! Vay! Sen chiqatamda. Vay! Tekshon chiqasam tatdi. Vay! Mayli qilib birapti burun men to'mojani to'mo qarnisiga telefon qildim. Ha, to'mo qarni. Esingiz keldimi to'mo qarni? Ha. Siz shu kuni to'mo qarni nima degan? Birapti burun, ha. Nima? Aytgan bir qatnash vaqasi uchrabdi-ki, shuni o'limi ketdi degan? O'lib ketdi deganmi? O'lim ketdi deganmi? Ha. Ha, ma'qul. Ha. Nima debdi? Xo'sh xabar, sizlar o'lib ketmabdi ekansiz, o'lim ketibdi ekansiz. Aytinglar. Va gaplarni endi qarab anglasangiz o'manda. Men aniq anglaydim. Ajoyib qulqu odamga bu. Ras. Öpöpni bulbul ne deshagin dundul deb anglaydigan odam ekansiz. Va gaplarni endi qarab anglasangiz o'manda. Men aniq anglaydim, shu telefonda ishda chiqib qolgan o'xshaydi, xafaman hamda. Siz o'lib ketgan gap ham yomon gap emas. Va qanday yomon gap emas. Yaqin siz o'lib
gap emas-ku Ha, bu. gap emas u. O'lib ketgan bo'lsa hech vaqasi yo'q sizda, ishim bo'lmaydi. O'lib ketgan bo'lsa, Xudoyim ber. O'zini umr ko'rdigan o'xshaysiz. Xudoyim 100 yoshga kirib o'lasiz. Ey! Ya Allah, ya Allah. Mush gaplarni nereden topsizlar? Nereden anglaysizlar sizlar, ha? Xafaman ha, bo'lib. Endi biz sizlarni olmish turmush ancha-muncha ko'ngil bo'lmagandan sizlarga yo'qolib ketgandik, adam ansirab qoldigancha, uni buni digimiz gap baqirgan. Rahmat, rahmat. Gaplarni bir aniq anglasanglar olmamdi. Ha? Gap topmasanglar olmamdi. Birisini qatnash vaqasida o'libdi desanglar. Birisini ichib yetib qoldi desanglar, birisini chekib ketib qoldi desanglar. Sizning bu gap tepishdan boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Ha? Bizni gap tepishdan qiladigan boshqa ishimiz yo'qmi? Sizga deb qo'yay. Bundaki kaynimizda gap topmanglar ma'qulmi? Men topmayman xotirjam bo'ling. Va gapni aniq anglang, bundaki kaynimizda gap topmang ma'qulmi? Men topmay. Men deb kelgan bo'g'itim bu saqadamning o'limiga men. Ma adamning quloq salcha taqgan qara. Abba degan gapingni qara. Yana bir quloqini ching tutib turib, yana bir deb qo'yay aka. To'g'ri. Uydan chiqib yana taqqa so'zlab yemisin ma adam. Ras. Ma qarang. Bundaki kaynimizda gap topmang ma'qulmi? Va kaynimizda gap topmanglar ma'qulmi? Bo'shroq vaqtida qilib zing'ir qilib beshimni olmadim men. Aras aka, yangamning ahvoli qanday? Xudoga shukr. Ayolim oxir xatardan qutulib qoldi fikr. Jura doktorxonaga berib kelaylik. Bu ayol nima dedi? Oq chiqib tutib qoldi demda? Ha, ishni xabar degan bana. Voy, adash. Hamdandırma, ha. Men. Adaş, en yeni hoş xabar. Tömöcan takı ölmepti. Ha. Lekin onun xotini xiroyisi tutib qopti. Ha xabarni adaş, hamma ilog'ini yetib qo'ygan. Lekin ular hech kim bilmasin. Xo'sh adaş, ma'qul.